Yana hurmatli yurtdoshlar, bu yerda tuzlama bodringlarimiz ham bor ekan. Hozir narxlarini ko'ramiz. 1 kiloligi 900 milligram 14 ming so'm ekan. 1 kilo tuzlama bodring 14 ming so'm. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sog'misiz, omonmisizlar? Boshlagan kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun 1-dekabr 2025-yil holatiga ko'ra O'zbekiston Turkmaniston chegara savdo markaziga yetib keldik. Bugun sizlarni Turkmaniston tomoni o'tib narx-navolarni birgalikda kuzatamiz. Odam avvalgiga qaraganda sal ozroq, kamroq. Xudo xolasa birgalikda ichimda savdo markaziga kirib Turkmaniston tomonidan narx-navolarni birgalikda kuzatamiz. Qisqacha do'konlar bilan videolarni olib narx-navolarni xalqimizga yetkazishda davom qilamiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Bo'lmasa biz ichkariga kiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, biz savdo majmuasini kirib oldik. O'zbekiston tomoni xudo xolasa bu yerda odamlarning kami, xudo xolasa avvalgidek emas. Bu yerda O'zbekiston tomonidan avtosalon, bu yerda mashinalar boradi. Bu yerda 1,5 mashina olinibdi. Bu yoqda qolgan mashinalarimiz, bu yerda milliy taomlar. Xudo xolasa birgalikda ko'rib boraveramiz. Qisqacha Turkmaniston tomonidagi do'konlarni birgalikda obzor etib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Biz birgalikda shunday deb Turkmaniston tomoniga kirib olamiz. Yana hurmatli yurtdoshlar, sizlarga aytilganidek biz Turkmaniston savdo markaziga o'tib oldik. Xudo xolasa endi sizlar bilan birgalikda do'konlarni narx-navolari bilan birgalikda kuzatamiz. Ketma-ketlikda do'konlarni ko'rsatib boraveramiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Turkmaniston bozorimizda ichida savdo markazlari odamlar juda ham kam. Hozir biz chegara postdan o'tgan vaqtimizda umuman uchurt yo'q. Odam umuman kam. Yana hozir do'konlar bilan endi sizlarni birgalikda ko'rsatib boraveramiz. Ketma-ketlikda narx-navolari bilan. Xudo xolasa, yana hurmatli yurtdoshlar, bizning ilk navbatdagi do'konimiz Oltin Tug' xususiy korxonasi bo'ldi. Sizlar bilan xudo xolasa ichindagi mahsulotlarni narx-navolarni birgalikda kuzatamiz. Qara bo'lmasa biz ichkariga kiramiz. Assalomu alaykum og'a. Va alaykum assalom. Qarmanglar og'a. Assalomu alaykum. Og'a, shu do'kondan narx-navolarni bir ko'rib chiqsak dedik. Blogermisiz? Ha, bloger. Neydan bloger? O'zbekiston. Bu yerda bizlarni bu menimcha sok o'xshaydi. Tomatli pastami? 1 kilo ekan bu. Narxi yozilmagan ekan, hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda pomidor pastalar bor ekan. Pomidor pastani narxlari 27 manat ekan. 17 ming so'm. So'mi. Bahasini yozib turibdi. 900 gram tomatli pasta. Endi biza kichkina tomatli pastalarimiz bor ekan. 480 yarim kilolik ekan bu tomatli pasta. 10 ming so'm ekan. Bu yerdagi tomatli pastamiz 12 ming so'm. Sifatida farqi bor o'xshaydi. Hurmatli yurtdoshlar, bu qarashnoymi shuni? Bular asal o'xshaydi, bang, bol o'xshaydi bular. 50 ming so'm ekan. 50 ming so'm. So'm yozib qo'yibdilar buni. Yarim litr ekan bu ham. Endi bu narsalarning to'g'risi ko'psi Turkmaniston chevasida yozilgani uchun bilmadik. Boshqa bizga qiziqarli bo'lgan. Bu yerda suvlarimiz bor ekan. Yana hurmatli yurtdoshlar, bu yerda tuzlama bodringlarimiz ham bor ekan. Hozir narxlarini ko'ramiz. 1 kiloligi 900 milligram 14 ming so'm ekan. 1 kilo tuzlama bodring 14 ming so'm. Yana yurtdoshlar, bizning keyingi do'konimiz Kambir Akgar onumlari. Ichkariga kirib, xudo xolasa sizlarni narxlari bilan birgalikda tanishtirib boraveramiz. Qana bo'lmasa biz ichkariga kiramiz. Yana do'konda xarid qilib turibdilar mahsulotlarni. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Konkursi 200 gram 5 manat ekan. 5 manat. Shunda 2,5 ming so'm.
3 ming so'm ekanda bu. Bunda 500 gramlık var ekan. 500 gramlık aqqan 12 manat ekan. Bu 7-8 ming so'mga hisoblanadi. Istalgan turda har xil rangdan bor ekan. Bu yerda kilolari bor ekan. Bularning kilosi 21 manat. 21 manat 12-13 ming so'm. 12-13 ming so'm. 12-13 ming so'mdan har xil kiloli qoplarimiz bor ekan. Bu yerda namuna rossiyskiy shokoladli konfetlarimiz bor ekan. Bular narxi 30 manat ekan. 18 ming so'm. Bularning kilosi 900 gram ekan. 18 ming so'm. Konfet. Hurmatli yurtdoshlar. Konfetlarimiz har xil turdagilari bor ekan. Yaqtina so'raqqan bor ekan konfet. Bular 9 manat ekan. Bular 5 ming so'mmi shunday. 5 ming so'mdan. Bu yerda o'zimiz konkursi bor ekan. Buni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Buni kilosi 25 manat. Shundaqmi? 15 ming so'm ekan. Hurmatli yurtdoshlar. 15 ming so'mdan menimcha yomon emas. Keyingi konkursimiz kiloga. Bu narx-navosi 29-18 ming so'm ekan bu. O'zbek so'mini. Bu ham shu menimcha so'rak konfet o'xshaydi. Bular ham shu 18 ming so'mdan prosti rangida farqi bor. Bular menimcha nima ekan bular? Bilganlar kommentariyaga yozamiz. Narxi 5 manat. 3 ming so'm. Biz o'zimiz biladigan yaxtagina konkurslar. Bu yerda eng zo'ri Kinders bor ekan. Bularning narxlarini ko'ramiz. 2 manat ekan bu, hurmatli yurtdoshlar. 2 manat bo'lganda 1200 so'mdan ekan bular, hurmatli yurtdoshlar. 1200 so'mdan option zo'r. 1200, 1300, 1000 so'mga yetmaydi. Kinderlar. 1200 so'mdanmi? Danasimikin yangi turishimikin? Danasi 1200, 1300 so'mdan. Hammasi bir xil. Buni ichi turishuncha so'maga? Bunda kattalar bor ekan, kinderlar. Bular narxlari. Ya 98 ming so'm. Ichi turishi ha? Bunda korobkasi bor ekan, kinderlar. 24 dona deydi ichida. 89 mi shunday manat. Bu 60 ming so'mdan oz, 50 ming so'mga yaqin bo'lib turadi ekan. 24 donasi. Yoqda katta kinderlar narxlarini ko'ramiz. Birgalikda korobkali kinder 6 dona ichida 15 manat ekan 6si. 15 manat bo'ldi. 10 ming so'm bo'ladi ekan. Hurmatli yurtdoshlar, kattaligini ham ko'ringlar buni. Arqa tomondan kattaligi katta. 10 ming so'mdan donasi. Bunda bor ekan. Chupa-chupsning narxlari 30 manat dedi. Bu menimcha kiloga o'xshaydi. 1 kilo o'xshaydi bu. 1 kilosi 30 manat, 18 ming so'm.
yoqda sal sifatlari bor ekan. Spoch Islomni 69 manat. Ağa bu 69 manat qaysi biri bu? Qaysi bumi? Necha so'm turadi o'zi? Bu kilomi ağa bu ya içinde sanaqlı bumi? Danaga mı? Dana qancha dana bundan? 150 dana mı? 150 dana var ekan. Bir so'm necha so'm bo'ladi bu? 70 manat bu anda 42-45 ming so'm bo'ladi eganda so'mi. To'g'ri ayt. 150 danasi. To'g'ri ayt, to'g'ri ayt. To'g'ri aytibmi? Hurmatli yurtdoshlar, bizning navbatdagi do'konimiz Arzuburlik Tilisumatu. Ichkariga kirib narx-navolarni birgalikda kuzatamiz, ko'rib mazza qilib tomosha qilib boraverasizlar. Yana hurmatli yurtdoshlar, bu yerda bizning noutbuklarimiz bor ekan. Buni narxi 200 manat. Bizning hozir so'mi 700 so'm hisoblatdilar. Shunda bu 140 ming so'm bo'ladigan noutbukimiz. Bizning bunda kompyuterlarning skanchalari bor ekan. Bularning manati bu ham 200. Bu ham 140 ming so'm bo'ladigan hurmatli yurtdoshlar. Mana bu yoqda boshqa skanchalarimiz ham bor ekan. Bular ham 200-140 ming so'm. Bu yoqda sal yaxshiroq skanchalar bor ekan, kompyuterniki 350 manat ekan. 700 so'mdan o'zingiz ko'paytirib olaverasizlar, bahosini chiqarib. Bu yoqda klavishlar bor ekan. Klavishlarning narxlari 350 manat ekan. O'zbek so'mini 700 so'mga ko'paytirib bahosini chiqarib olaverasizlar. Bu yoqda o'zimizning yangi telefonlarning naushniklar bor ekan. Plan narxi 250 manat ekan. Oho, 250 manat. Yana hurmatli yurtdoshlar, modelini tushunganlar biladigan buni. Bu qimmatroq chiqib turibdi bu. Bu shunda 35 ming 180 ming so'mga yaqin ekan bu hurmatli yurtdoshlar. Bu yoqda yana bizning boshqa mahsulotlarimiz. Bular nova ekanda bilmadim, lekin narx-navosini ko'rsatib o'tdikmi? 40 manat ekan. Hurmatli yurtdoshlar, 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. 32 ming so'm bo'ladigan bu. Bizning bu yoqda kameralarimiz bor ekan, soatlarimiz bor ekan. Soatlarni ko'ramiz birgalikda. Soatlarimiz 600 manat ekan. Xudo, hurmatli yurtdoshlar, 600 manat. Bu davlena boshqa ko'p funksiyalari bor ekan buni. Aytish bo'yicha odam uchun foydali. 600 manat ham, lekin 700 so'mga ko'paytirasizlar. Menimcha bu 430 ming so'm shu baholarga chiqib boradi. Hurmatli yurtdoshlar, keyingi mahsulot bu kamera narxlari 250 manat. 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. Mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Sifatini tushunganlar bo'lsa bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. 250 manat. Bular sizlarga ko'rsatib o'tgan naushniklarimiz. Bunda klavishlar bor ekan. Kompyuterni. Bular 100 manat ekan. Klavishlar 100 manat, bizning bular 70 ming so'm bo'ladi degan hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda yana soat, kichkina kamera, mini kompyuterlar. Bular 700 manat ekan. Mini kompyuter, Android. Bizning bular 500 ming so'm. Bu yoqda yana qolgan mahsulotlar, bu yerda terazilar bor ekan. Hurmatli yurtdoshlar, menimcha bu terazi bo'lsa kerak bu. Mana ko'rinishi. Bunda option funksiyalardan ko'paygan buni. Hurmatli yurtdoshlar. Buni bahosi 3240 manat ekan bu. 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. Bunda urg'in ham bor ekan bu. Balkim kompyutermi yo terazami yo boshqa narsani kommentariyaga bilganlar yozamiz. Bu yerda o'zimiz tushungan bilgan narsalarni olamiz. Bu yerda kompyuter ekan bu.
Android tizimida ishlaydi. Televizor emas, hurmatli yurtdoshlar. Hajmi juda ham katta, 2 metrdan ziyod. Uni narxi 46.850 manat ekan. Shu pulga ko'paytirib, 700 so'mni ko'paytirib bahosini chiqarishlaringiz mumkin. Hajmi juda ham katta. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu taxminan bir 2,5 metrlarning bor. Metra tortgandan ham yer. Düyme lekin juda ham katta. 2,5 metr saf. Postavkalar ham o'zida ekan. Sizlarga yangilik yana. Lekin bu yerda yana kompyuterlarimiz bor ekan. Kompyuterlarimiz narxlari. Kompyuterlarimiz bu yerda. Kompyuterimiz iskanchaları bor. Sistema bloklari. Bizning so'm hisoblaganda 8,5 million so'mga chiqadi ekan. 8 million. Ko'rib arzon bo'lsa kelaverasizlar. Do'konimizga. Hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi do'konlarimiz yopilibdi, lekin bizlarga eng keraklisi shu yerda. Bu yerda sizlarga hozir antipriz narxlari bilan tanishtirib o'ting desak, do'konimiz yopilgan ekan. Sizlarga hozir uzoqdan bir narx-navolarni ko'rsatib o'tamiz buni. Onda eng tepadagi antiprizimiz yana narxini ko'ramiz. 24 manat ekan 1 litri. Yana 40% deydi. Hurmatli yurtdoshlar, keyingisi bu ham 24 manat ekan. Hurmatli yurtdoshlar, 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. 40% antipriz narxlarimiz. Bu yoqda yana 5 litri 110 manat ekan. Hurmatli yurtdoshlar, 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. O'zlaringiz keyingi navbatda esa 10 litr 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. 280 manat o'xshaydi bu. 220 manat ekan. Hurmatli yurtdoshlar, 220 manatni 700 so'mga ko'paytirasizlar. 10 litrni narxi kelib chiqadi so'mga. Ertaroq kelsangiz savdo qilishlaringiz mumkin. Biza kechikkanimiz uchun do'kon yopilibdi, hurmatli yurtdoshlar. Do'konimiz suv mahsulotlari, ichimliklar, shirinliklar, energetiklar. Görüp narxlari bilan birgalikda kuzatib boraverasizlar. Bu yerda kolalarimiz bor ekan. Kola 05'lik kola 05'lik 8 manat. 8 manat 5600 so'm. Bu yerda kola 12 manat 12'si 5600 so'm. 8400 so'm ekan. Dostlar, bu yerda energetiklarimiz, energetiklar narxlari aslında. Bu yerda kola, real kola 10 manat 7000 so'm. Hacmi 0.33. Bu yerda Pepsi'ler 1 litr 9000 so'm so'ma yozib qo'yibdi. Tepada yarımlık 0.5 Pepsi 6 manat 4200 so'm. Bu yoqda tropikga o'xshagan suvlar. Ham 6, ham 4200 so'm yarim litr. Bu yerda 1 litrliklari 12 manat 8400 so'm. Kolalar 1,5 litr. 1,5 litr 15000 so'm. Kola 1,5 2 litr o'xshaydi. 2 litr ekan 15000 so'm. Yoqda keyingilari. Yoqda endi suvimiz tropikga o'xshagan baqilishlari option zo'r. Narxi 6 manat 4200 so'm 05. Yoqda 1 litrligi 12 manat 8400 so'm. Yoqda mineralniy suv o'xshaydi bu. Hurmatli menimcha bu. Bularning narxi 3 manat 2100 so'm. Bu yerda energetiklar 05 8 manat 5600 so'm. Bu yerda ham gazli ichimliklar o'xshaydi, bular 5 manat 3,5 ming so'm. Yoqda 0.33 o'xshaydi. Hajmi
5 manat. 3,5 ming so'm. Evet. Shuni yeyib ko'rib boraveramiz birgalikda. Bu yerda konfetlar, shirinlik shkolat o'xshaydi. Farklı energetikler. Polo 500 mg 7 manat 4-5 ming so'm. Rengli ichimliklarimiz. Narxlar yozilmagan ko'pchiligini. Bu yerda pechonnilar bor ekan. Korobka. İçini görüşler ismi 80 ming so'm ekan. Kilosi taxminan bir 3 kilo deyim bor buni. 3 kilo bemalol. Bitta yana pechonnilarni. Bu pechonnimiz taxminan 2 kilo deyim bor. 50 ming so'm ekan. Kek ismi nolar o'xshaydi. Böyle konfetler var yine. Ranlıklar yazılmalı. 50 ming so'mdan ekan bunu. 25 ming. 25 ming bo'lsa kerak menimcha. Narxi 250 ming so'm deb yozib qo'yibdi lekin. Nereal narx. Yanglishib yozgan bo'lishlari mumkin. Berdimi? Pechonlar. Narxlar yozilmagan. Bu yerda donali shirinliklar bor ekan. O'zimiz vaflilar ham bor ekan bu yerda. 40 ming, 50 ming. Kilosi 3 kilo bor bemalol. 100% mayski ballarimiz bor ekan yana. Bahasi 35 manat ekan. 700 so'mga ko'paytirib olaverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar. 100% mayski. $580 gram ekan. Yurtdoshlar, biz O'zbekiston savdo majmuasini o'tib oldik. O'zbekiston tarafidan biz Turkmaniston tarafı ham do'konlar yopilish vaqti yetib keldi. Kurslar o'zgargan. Avval kelganimizda kurslarimiz 625 so'mda, hozirgi kursimiz 1 manatimiz 700 so'mga ko'tarilgan. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar yangilikni chiqarishda davom qilamiz. Kanalimizga like, podpiska bosishni unutmanglar. Bizani kuzatishda davom qiling.